Üç padişahlık, zaman halkıgan muşavir. Mazkur tor romani Üller Studiyasi tarafidan tarjima qilindi va ovozli qilib ishlandi. Asar mazmuni to'qilma bo'lib, hech qanday xurofotlikni qo'llamaydi. Ko'chirib tarqatganlarning qonuniy javobgarligi surishti qilinadi. Amgikimizga hurmat qiling. 14-bob. Diyan qo'shoni. Texe tar ko'chadan o'tmayla Diyanmo yiroqdan temir so'qqan ovozni angladi. Tar ko'chadan o'tgandan keyin ko'zga chiriqib turg'ini bir cho'ng qora bo'lib, eshik oldida ikki yasovul bor edi. Ular Diyanmoning kelganligini ko'rgandan keyin darhol takallub qilib mundoq dedi. Yangidan tayinlangan Diyan janoblar bo'lamsiz? Shundaq. Men Diyanmo. Diyanmo beshini langishdi. Janoblari, marhamat. İki nafar yasovul tangla uning ichiga taklif qildi. Qo'rg'i kirgandan keyin Diyanmo bu qo'roning o'ylig'inidan cho'ng ishkanligini bayqidi. Qo'roda jam'i 6 eg'iz uy bor bo'lib, o'ylig'a yana yengili yasalgan savut, qilich, nayza va qondoqliq o'qiya qo'yilgan edi. Bir qovul yigit Diyanmoning kirganini ko'rib, chiroyiga kulki yugurtib mundoq dedi. Diyan janoblarga salom. Men qoral yasash o'rnining ishbeshi. İsmim Oti. Oti? Sen o yezining avlodi emassan? Janoblarning ko'zi haqiqatan o'tkirkan. Men dal o yezining 37-avlod varisi. Aminiya yig'iliq davrlarida Shamshar quyishning ajdodi deb atalgan o yezining avlodi degan bu nomdan Oti intoyin faxrlanadi. U hatto Diyanmoga bir oddiy qilichni berib, qilichning besini ko'rsatib mundoq dedi. Janoblari, bu qilichni men o'z qo'lim bilan yasagan. Garchi yirik to'mirdan yasalgan bo'lsa-mu, lekin savutni buzalaydi. Yaxshi. Diyanmo beshini langishitgandan keyin qilichni ko'rishga qiziqmay, balki mundoq dedi. Sizlarning yaqinqi mazgildagi vazifanglar nima? Men anglab baqay. Oti darhol javob bermay, ko'zga chiliqib turadigan bir kichik o'rindiqni elib kelib, Diyanmoni o'ltirg'izgandan keyin ondan qaddini ro'slab mundoq dedi. Pasiban, qo'shinni tezdan kengaytirish uchun 20 ming yurish savut, 10 mingdan oddiy qilish, 5 ming kuchuk o'qiya, yana 20 ming tal o'tkir ya o'qi yasashimizni talab qildi. Oti bu gapni deb bo'lgandan keyin sal engishib turib, to'van ovozda mundoq dedi. Amaliyotda hozir pasibanimizda ko'mish nimish qilsin. Navbat setib olgan xam material eng ko'p bo'lganda 3000 savut, 2000 qilish yasashga ora yetadi. Albatta, pasibanim keyin qoral yasash o'rniga 120 ming yarmoq ajratib berdiganligini aytdi. Shunga avval qilib turayli. Diyanmo putini mingashtirib o'ltirib, ko'nglida mundoq deb o'yladi. Bu Oti garchi ishbeshi bo'lsa-mu, lekin ko'nglida haqiqatan son bor ekan. Biroq Savsov degan bu odamningmi haqiqatan tayin yo'q ekan. Tegi tunugulli uningga yezi egilikini gullandirayli desam, og'zida ma'qul bo'lgan. Mendan yoshurun, yanali qoral yaraq yasab, lashkar qabul qilmoqchi bo'lib o'tibdi. Qaraganda qoral yasash o'rnini olganim haqiqatan xato emas ekan. Diyanmo Otiga qarab mundoq dedi. Bo'ldi. Qo'lingdagi material bilan qoral yaraq yasab, pasibanim 13 tuman yarmoq ajratib bergandan keyin qoral yaraq yasamanglar. Oti qo'liqni qo'lab, o'zini xato anglab qolgan o'xshayman deb gangirgan holda Diyanmoga qaradi. Diyanmo tamkinlik bilan kiyimining yengidan ikki parcha kimxob raxtni elib, Otining qo'liga tutqizib mundoq dedi. Yarmoq kelgandan keyin sizlar rasm bo'yicha bu ikki buyumni yasashga mas'ul bo'linglar. Men ustiga uning cho'ng kichikligini, ishlatiladigan materialini eskartib qo'ydim. Har qaysisidan 3 tuman yurish yasanglar. Oti tushunolmay beshini qashladi. U qoral yasash ustasi hisoblansa-mu, Diyanmoning qo'lidagi rasmdagi buyumlarni azaldan ko'rib baxmagan edi. U esiga kelgan chog'da cho'chiginidan chiroyini purishtirib mundoq dedi. Bundaq saqindaq bo'ladi. Bu pasibanimning lashkari farmoniga qarshi chiqaliq bo'lmamdi. Agar surishtirib kelsa, Oti gapini davomlashtirmay, balki bo'ynini surtadigan qo'l ishorasi qildi.
u bu ikki yepak raxtga sizilganining nima narsa ekanligini tushunolmagan bo'lsa-mu, lekin shuni muayyanlashtirishga bo'ladiki, bu hargiz qurol emas edi. Dianmo quruq yo'tilib qo'ygandan keyin eg'ir ovoz bilan mundoq so'radi. Oti, bugun Savrin Sanğun kelib, sana nima dedi? Ha? Sanğun diyen janoblarni ko'rganda, pasibanni ko'rgandek hurmatla. Diyen janoblarning gapi pasibanning gapi dedi. Dianmo Savsovning haqiqatan o'zining yuzini qiladiganligini o'ylabmi baxmagan edi. U texi ularning o'zini tanqislikda qo'ymaslikni topiladi deb o'ylagan bo'lib, Savsovning qalbidagi o'rnini tövan chog'lab qolgan edi. Undaq bo'lsa bo'lmadimi? Bu narsani amaliyotda men emas, balki pasibanim yasamoqchi. Tushundingmi? Dianmo ikki qo'li bilan beshini tutib, uzun o'rindiqqa yo'landi. Oti peshonasidagi tarni surtgandan keyin kulib turib mundoq dedi. Undaq yaxshi bo'ldi. Bu rasmda sizilganning qanday narsa ekanligini bilmasammi, lekin ustida mushundaq tafsiliy o'lcham va material bor ekan. Men vazifani o'rindashga kapolatlik qilaman. Xotirjam bo'lgan Oti buning hammasining cho'ng ish emasligini bildirdi. Ma'qul. O yezining nomiga dog' tekkizma. Men mang'ashtiray. Vaqti kelganda men qaytib kelib, tekshirib o'tkazib olaman. Janoblari, xotirjam bo'ling. Dianmo o'rnidan turib ketmoqchi bo'ldi. Dastlabida u bu yerdagi hunarmandlarning o'zi erishmoqchi bo'lgan unumni qilolmasligidan ansirgan edi. Lekin hozir o'zi Puyangdan bir mezgil ayrilishga to'g'ri kelgan bo'lib, vaqt kelganda nazorat qiladigan odam bo'lmasa, cho'ng masala hisoblanadi. Hozir Otiyaning yezining varisi ekanligini bilgandan keyin Dianmo cho'ng chataq chiqmaydiganligiga ishondi. Dianmo qurol yasash o'rnidan chiqqandan keyin tushdan keyingacha lag'aylab yurib, haqiqatan zerikishlik his qildi. Shuning bilan lashkariy bargohga berib kelmoqchi bo'ldi. Bu birinchidan Dianveyning tunji kuni lashkar boshlagandagi ko'rinishni ko'rib beqish bo'lib, ikkinchidan uningga kun yo'g'i qaytirgan ishni aytish edi. U lashkariy bargohga kelib, bir necha bargohni kesib o'tgandan keyin oxiri mashq qilish maydonidan Dianveyni topdi. Ağa, bu nimishqa mushunchilikli odam bor. Sizning 2000 lashkaringiz bor degan-ku. Dianmoning chiroyidan hayronlik chiqib turardi. Uning oldidagi bu bir to'p lashkar hargiz 800 lashkardan eshib ketmaydi. Dianvey Dianmoga qarab o'tgandan keyin qo'lini pulanglatib, mundoq deb varqirdi. O'zinglar mashq qilinglar. Orqadan soyisiz tulpardan sakrab tushib, Dianmoning oldiga kelib mundoq dedi. Keldingmi? Sen bilmaysan-ku deyman. Men bugun 2000 lashkarni tekshirib o'tkazmoqli kelganda, ichida nurg'un qiyri, ojiz, kesal, miyib lashkarlarning borlig'ini bayqab qoldim. Sen menga doim lashkarlar ko'p bo'lsa emas, balki sarxil bo'lsa yaxshi deytding-ku. Shu menni tabiiy sarxilni tanladim. Pasibanim gapimni anglagandan keyin mening xohlagancha tanlashimga qo'shildi. Oxirida mushu 760 odamni tanlab chiqdim. Ha, aslida mundaq ekan-da. Dianmo tortib qo'ydi. U texi Savsov meni ahmoq qilgan o'xshaydi deb o'ylagan edi. Uning ustiga pasibanimning men qilgan muomalasi haqiqatan yaxshi bo'ldi. Bu 700 dan ortiq lashkarning hammasi otliq jang qila oladi ekan. Men uningdan yana ozroq jang etib berishni o'tindim. Pasibanim o'ylanmayla 700 dan ortiq jang etib aklab berishga ma'qul bo'ldi. Dianmo hayron bo'lgan holda Dianveyga qaradi. Jang eti bu davrda mutlaq kamchil boyliq bo'lib, bir qo'shinning jangovorligi ko'p hollarda uning sonining oz ko'pligiga qaramay, oldi bilan uning otliq lashkarlarining qanchalik ekanligiga qaraydi. Bu nuqtadan jang etining muhimligini bilib olg'ili bo'ladi. Shunga Dianmo Savsovning haqiqatan mard odam ekan deb qaradi. Haras inem, sening qalam mahorating yaxshi-ku. Mening bu qo'shinimga bir ism qo'ypagina. Dianvey qo'li ostidagilarga xuddi o'zining yurak porisiga qaragandek qaradi. Dianmo o'ng qo'li bilan yemikini tirab, bir pas o'ylangandan keyin mundoq dedi. Bu qo'shinni siz ko'ngil qo'yib tanlagan. Shunga
Diyen qo'shuni deb atayli. Diyen qo'shuni? Ha, diyen qo'shuni. Ma'qul, ma'qul. Uni diyen qo'shuni deb atayli. Savatsiz Dianvey bu oddiy qo'pol ismni bak yaxshi ko'rdiganligini bildirdi. Aras ağa, bir necha kundan keyin biz Chinliuga qaytib, otamga ta'ziya bildiramiz. Pasibanim yana sizning diyen qo'shunini ep berishingizga ruxsat qildi. Dianmo gapini tugatgandan keyin Dianvey hayronlik bilan uningga qaradi. Qaytib berib, otamga ta'ziya bildirishda chataq yo'q. Lekin buningmi diyen qo'shunini ilib olish ketamdi. Elib edim degandikin elib edim. Otamga ta'ziya bildirishdan boshqa qo'shunning yana boshqa roli bor. Dianmo'ning chiroyidan bir ishni sir saqlaganligi chiqib turadi. Lekin Dianveymo paras qilishni xohlamay, orqa-orqadan beshini lingshitib qo'shiladiganligini bildirdi. Uning qarashicha, o'zining bu inisi biror ishni qilmoqchi bo'lib suiqasd planlaganda o'zini emas, boshqalarmi buning kegi taktiga yetolmaydi.